vatanimizda vaziyat buzildi. Undan keyin biz ham chiqdik, muhojir bo'ldik, qancha daf'a Pokistonda yashadim. Xo'sh. Eronga qochoq bordik. Bir kichik bolagam ham bor edi, qizcham toza tug'ilgan edi Pokistonda. 1 oylik, 2 oylik edi, shu bola bilan qochoq ketdik Eron, Tehron, past yana Erondan Pokiston keldik, yana Eronga bordik. Ko'p qiyinchiliklarni ko'rganmiz. Undan keyin sonra Erondan viza olib Turkiyaga bordik. U Turkiyada 3-4 yil yashadim. Shundanlik esa men nimadaman, Amerikadaman. Amerikada yashab turaman. Shukur bolalarim endi katta bo'lgan, bizlar ham birozgina nima bo'ldik. Ko'p qiyinchiliklarni hatto ko'rdik. Taban vatandan uzoq ayriliq. Shu narsalarni ko'p ko'rdik, qiynalish. Xo'p, yana Afg'oniston ham bormadi shu muddatga? Bordim. Men 2008-yilda Afg'onistonga bordim. Bu yerda Oyna TV bilan bir hamkorlik qildim. Shibirg'on, Saripul, Andxuy, Maymana she'rlarga men konsertlar ijro qilib qaytdim. Xo'p, ya'ni safar hunariy edi degan. Hunariy emas edi, oilani ko'rgani bordik. Xo'p. Sonra iltimos qildilar. Shu bir vatandoshlar ko'p nima bir konsert tuzataylik deb. Shu Oyna TV butun nimasi bilan bizlar bilan qo'shilib bordilar. Anxuyda ajoyib konsert ijro qildik. Bir lisaga bordik, esimda bu hali ham ko'p ajoyib bizlar yaxshi kutib oldi.